Do'stlar, mana hozir aptekaga kirdik, Xitoy aptekasiga. Qaranglar, kirgandan ko'zlaringizga giyohlar ko'zlaringizga tushadi. Mana hozir do'stlar qaranglar, qaysi qo'lim qaysi giyohga doriga tegmasin, hammasida giyohi bor. Mana qarang. Bunga tegdimi giyoh, mana bunga tegdimi giyoh. Qarang. Hammasida men bir narsani ko'rib amin bo'ldimki, 80% aptekalarda giyohdan iborat ekan dorilar va 20% gina dorilar bu parasetamol, ibuprofen dorilarni hozir men ko'rdim. Bu sintetik preparatlar sotilar ekan. Mana bu yerda ham qaranglar, giyohlardan qilingan hamma dorilar. Mana bu dorilar ham giyohlardan ekan. Bu homiladorlar uchun giyohdan dorilar. Kichkina kapalakdan olingan giyohdan dori qilingan. Mana men doim ta'kidlab aytaman, Xitoyda avval giyohlar ichishadi. Har qanday kasallik bo'yicha, mana bu yerda qaranglar, hammasi giyohdan olingan. Mana bu yerda ham chiroyli qilib giyoh. Avval xitoyliklar giyoh ichishadi. Giyoh ta'sir qilmasa igoterapiya olishadi. Ana undan keyingina kuchli dori-darmonlar iste'mol qilishadi. Mana bu yerda ham qarang, qanday chiroyli giyohlarni ichiga solib qo'yishgan. Rahmat hammaga, obuna bo'lishni unutmanglar.